Oramizda ayrim fuqarolar borki, o'zining jinoyat va huquqbuzarliklarini yashirish uchun yana bir yangi jinoyat sodir qilishdan ham toymaydilar. Biz sizga hikoya qilmoqchi bo'lgan holat ham bunga misol. Ichki ishlar vazirligi Shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Farg'ona viloyati bo'yicha boshqarmasi tomonidan xodimlarning huquqiy himoyasini ta'minlash, jamiyatda uchrayotgan salbiy illat, korrupsiyaga qarshi murosasiz kurashish maqsadida olib borilgan tezkor tadbir davomida ichki ishlar organi xodimiga pora berishga uringan fuqaro ushlandi. Jumladan joriy yilning 31-oktyabr kuni o'g'rilik jinoyatini sodir etishda gumonlangan Namangan shahrida yashovchi 1967-yilda tug'ilgan mana bu shaxs Qo'shtepa tumani ichki ishlar bo'limi tezkor vakiliga yuqoridagi holatga huquqiy baho bermaslik uchun 500 AQSh dollari miqdoridagi pullarni pora tariqasida taklif qilgan. Xodimning bildirgisiga asosan Shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Farg'ona viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tashabbusi bilan departament bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida fuqaro xodimga 400 AQSh dollari va 100 rubl miqdoridagi pullarni pora tariqasida bergan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan ushlandi. Eng achinarlisi, tezkor xodim pora berish jinoyat ekanligini ushbu shaxsga bir necha bor tushuntirgan, lekin u o'z maqsadidan qaytmagan. Mazkur holat yuzasidan ushbu shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari davom etmoqda. Hurmatli fuqarolar, ogoh bo'ling. Jinoyatga javobgarlik muqarrar.